Ey Robbim, bugun siqilib sinovlarda mustahkam turolmaganim uchun, dunyoyingdagi imtihonlaring uchun ko'z yoshlarim to'kildi. Robbim, meni bardoshli qil. Meni mahzun qilguvchi so'zlarni-yu holatlarni mendan nari qil. Duolarimni ijobat etishingga shubha qilmagan holda, duo qilganlarni duosini ijobat qilaman degan va'dangga ishongan holda, qo'llarimni huzuring tomon cho'zdim. Menga nima kerakligini senga aytishim ham shart emas. Chunki qalbimning tub-tubidagilarni ham bilguvchi qudratli zotsan. Robbim, zaif holimda meni bir lahzaga ham tashlab qo'yma. Meni bandalaring ichida mahzun bo'lishimga yo'l qo'ymagin. Hazrati Muhammad alayhissalomga men bilmagan sonlar ichra salovat va durudlarim, yaratgan mahluqotlaring sanog'icha senga hamdlarim bo'lsin Robbim. Ey Robbim, senga yuzlandim. Qo'llarimni senga cho'zar ekanman. Nolalarim yetib borsin senga. Robbim, menga sinov keldi. Bu sinovlardan o'tishimda o'zing yordam ber. Chunki sen bandalaringni tashlab qo'ymaydigan Al-Muhaymin zotsan. Ey meni barcha harakatlarimni ko'rib turguvchi As-Sami bo'lgan Robbim, bilib turgan, o'zingga ayon bo'lgan gunohlarim, xatolarim bor. Meni kechir, rahmatingdan umidvorman. Bilaman, sen mendek bandalaringni tashlab qo'ymaysan. Bandalaring senga qancha isyon qilsa ham, ularga mehribonchilik qilib, rahmatimdan noumid bo'lmang degan Robbimsan. Gunohlarga berilib, senga isyon qilganimda, senga itoatsizligimdan emas, balki nafsimga berilganimdan qilib qo'yaman. Robbim, sen azizni xorni aziz qilguvchi zotsan. Menga najot ber. Ey marhamati keng rahimli Xoja. Qalblarim qattiqlashib, ibodatlardagi lazzatlardan bebahra qoldim. Menga ibodatingdagi rohatingni ber Robbim. Qalbimga halovatni, ruhimga yengillikni ato et. Bandalaring bilan yashashim jarayonida meni bandalaring bilan bo'ladigan fitnalardan saqlagin. Ey jabbor qudrati cheksiz Allohim, meni nafsning, shahvatning fitnasidan saqlagin. Menga mag'zunlik yetdi.